Savol. Assalomu alaykum ustoz. Yaqindan buyon bir turkum yaxshi niyatli onalar bolalarga islomni tushuntirish uchun bolalarni xush qilish, Ramazonning ulug' oy ekanligini eslatish, Ramazonni to'rt ko'zi bilan kutib oladigan qilish uchun Ramazon kelishdan burun uyni bezab, tort yasab, bolalarga Ramazonlik sovg'at berishdek bek go'zal ishlarni qilyotidi. Rojdestvo darxidek Ramazon darxi yasashmi yo'q emas. Ba'zilar Rasululloh Ramazonda uy bezimigan deb buni to'g'ri topmayotidi. Bizning qilganimiz xatomi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Ramazon oyi jami musulmonlar va ularning farzandlarining nazarida alohida ruhiy, ma'naviyat va qimmatga ega. Bu sababdan ular bu oyning kelishini to'rt ko'z bilan kutadi va bu ulug' barakatli oyning kelishi bilan xushal bo'ladi. Bu munosabat bilan bolalarni xush qilish, Ramazonning ulug' oy ekanligini eslatish uchun Ramazon kelishdan burun uyni chiroq, gul-chechak va qog'oz ziynatlardek muboh bo'lgan narsalarda oshirib o'tmasdan bezab, tort yasab, bolalarga Ramazonlik sovg'at berish tarbiyaviy va ijtimoiy roli intayin cho'ng, go'zal islomiy odatdir. Uning ustiga bu kofirlarning odatimi emas, dinimizning ko'rsatmalariga zid kelmaydi. Shunga bularni cheklaydigan hech bir sabab yo'q. Dal aksicha, bu munosabat bilan farzandlarimizning ko'nglini shodlantirish uchun isrof qilmasdan, kofirlarning bezash odatlariga o'xshab olmasdan uylarni bezash va Ramazonlik sovg'at berishdek faoliyatlarni qilishning hukmi mustahabdir. Chunki bu Ramazon oyini so'yish va uni xush qarshi olishga targ'ib qilishdir. Vatanimiz Sharqiy Turkistonda Ramazon aytib kelish va qo'shiq aytishmi buning jumlasidandir. Yuqorqilarga asosan deyalaymiz-ki, kofirlar bilan aralashib yashaydigan shaharlarda bu texmi ahamiyatli ish bo'lib, bu xushalliqni izhor qilish islom dinimizning ibodatlarini ulug'lash va buni tashviq qilish doirasiga kiradi. Allohning taati bilan xushallanishni ifodalaydi. Bu faoliyatlarning bid'at deyilishi uchun buni alohida belgilangan ibodat yoki sunnat deb turib olgan ahvol yo'q. Davrimizdagi ulamolarimiz bu turli shodlanishlarni joiz deb qaragan. Buningda yuqorida aytganimizdek isrofdan va Rojdestvo darxini bezashdek kofirlarga xos ishlarga o'xshab qilishdan saqlanish kerak albatta. Ramazonda farzandlarimizni Qur'on tilovatiga, tarovihga qatnashtirishni qo'ldan bermaslik lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvada Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.